Assalomu alaykum. Bugungi videoda eritrotsitlar sonini laboratoriya sharoitida qanday qilib aniqlashni amaliy tarzda ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Eritrotsitlar disk shaklidagi, o'rtasi botiq bo'lgan hujayralar bo'lib, kislorodga to'yingan qonni o'pkadan to'qimalarga, u yerdan karbonhidratga to'yingan qonni yana qaytib o'pkaga olib borish vazifasini bajaradigan hujayralar. Eritrotsitlarning bunday tuzilishi, ya'ni diskga o'xshash tuzilishi, ularni o'zi bilan ko'p miqdorda kislorod olib borishini ta'minlaydi. Ba'zi bir kasalliklarda ularning shu shakli o'zgarib, organ va to'qimalarda chuqur gemodinamik o'zgarishlarni chaqiradi. Normada ularning miqdori katta yoshdagi erkaklarda o'rtacha 1 mm kub qonida 4-5 milliondan, ayollarda esa 3,7-4,7 millionni tashkil qiladi. Buning uchun bizga kerak bo'ladi, demak, dozatorlar, natriy xlorli izotonik eritmasi, Garyayev kamerasi, mikroskop, yog'li mikroskopi, probirkalar va barmoqdan qon olish uchun kerak bo'ladigan anjomlar. Barmoqdan qon olish texnikasini o'tgan videoda batafsil ko'rib o'tganmiz. Agar hali ham ko'rmagan bo'lsangiz, yuqorida chiqib turadi. Birinchi bo'lib ishni probirkaga natriy xlorli izotonik eritmasidan 4 ml solish bilan boshlaymiz. Keyin tayyor olingan qon orqali dozator yordamida 20 mikrolitr qonni demak olamiz. Demak, olingan qonni probirkani tubiga solamiz va aralashtiramiz. Demak, tayyor bo'lgan qondan biroz miqdorda olib, Garyayev kamerasiga qo'yamiz. Keyin ustidan qoplagich oynani demak yopib, mikroskop ostida ko'ramiz. Garyayev kamerasi mikroskop ostida quyidagicha ko'rinishga ega, ya'ni to'rsimon. Umumiy 225 ta katta katakdan tashkil topgan bo'lib, ulardan 25 tasi o'z navbatida 16 ta kichik katakka bo'linadi. Biz eritrotsitlarni diagonal bo'ylab joylashgan 5 ta katta katakda sanaymiz. Eritrotsitlarni sanashda qoida tariqasida pastki va o'ng burchakdagi eritrotsitlar sanaladi va aksincha yuqorigi va chap burchakdagi eritrotsitlar sanalmaydi. Umumiy tarzda mikroskop ostida quyidagicha ko'rinadi. Sanab bo'lgandan so'ng quyidagi formulaga qo'yamiz. Demak, bu yerda x topishimiz kerak bo'lgan umumiy eritrotsitlar soni. A, ya'ni 5 ta katta katakda sanalgan eritrotsitlar soni. 4000 bu yerda bitta kichik katakchani hajmi. B, demak, B deganimiz bu sanalgan kichik kvadratlar soni pastda turadi va S qonning suyultirilganlik darajasi. Misol uchun biz sanagan eritrotsitlar soni 500 ta chiqdi. Demak, formula bo'yicha 500 ni bu yoqqa qo'yamiz va shu sonni bitta kichik katakchaning hajmiga, ya'ni 4000 ga ko'paytiramiz. Chiqqan sonni yana 200 ga ko'paytiramiz. Bu yerda 200 suyultirilganlik darajasi va demak, kichik katakchalar soni odatda 80 dan bo'ladi. Shunga bo'lamiz. Demak, bu yerda umumiy chiqadigan javob 5 ko'paygan 10 usti 6 ta, ya'ni 5 million eritrotsit chiqdi. Bu 1 mm kub qonda. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, do'stlaringizga ham ulashib qo'ying. Keyingi videolarda qanday mavzular chiqishini xohlaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha